13 aprel 2025 yıl bugün kalırsa 3-4 vlogu bırakta kılıtağız. Tokum, bir latuktan tokum 3 vlogu. 5 kg karışıka, piyaz, 1 litreden may, servis, un, mayda şuna kılıp inşallah. Azdan kalganlık lazım buyursa inşallah. Allah Teala ihsanlıqlardan razı olsun. Hardayım. Bilmenetinden kalıp uçtuk. Allah Teala güçlük versin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha biri bile koşar. Savizden alınız, maydan alınız. Piyazdan alınız. Bak. 5 kilo karışık. Gel kızım karışık kalma. Bunlar tokumdağı bir ölçülerge. Al kızım bana karışık kalma. Kurtar şu. Kurtarlasın mı? Maşallah. Qanday istaran oturasizlar bu? İşine bolsa ham sizlarga hep tapqanimizni olib kelyapmiz da. Maşallah. Azazdan bolsa dağı. Bir dua alып qo'yingizlar, ihson qilganlarga qana. Allah Teala ihsonlarini qabul qilsin, dunyodan oxiratda baxtli bo'lsin, ardayam shunday muhtojlarga yordam bera turganlarning qatorina qilsin. Allohu akbar. Saat 13 aprel hurmatli jamoat, bugun bayağı kompleks Almazbek'ten bola chaqasini produkt olib keldik. Buyursa un, servis kaçga piyaz 1 litr may, 30 to'qim qilib qishda ikisidan bo'lsa dağı bugün 3-4 vloga taratib qo'yapmiz maşallah. Tak, chaqiramiz uyga chiqib yo'q. Bunlar uylardağı muhtoj uylar negizan kimin yordami bo'lsa olib kelib bersangizlar bo'lardi bir to'g'andir. Tak, 14 bolalı uyga hazır. Bunlar kartışkan algın bunu. Kartışkan servis. Biraz ona may etanol. Mayda aldın mı? La tokumdan bir latokta algın mı? Kanıt alsak bulat. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Hurmatlı cemaat amansızlar. Bugün 13 aprel 2025 yıl Kasiyet'te Uşak ayında atıyoruz. Hurmatlı cemaat. Bugün hazır 3-4 adamla parato tarattık. Bu da kalırsa videosunu geçken açıqırabız. Ama ötkende sizlerge bir aytmını birinci köz orup kalıp diyen soluğu bolboy жалгыз boyuna o'sha kishine bir 15 ming tegeragida 20 ming so'mga cheyin aqsha ketadi degandek. Anan ema men o'kinch, ema insonchilik ekan, bir pazonda aqsha tushib ketdi. Ana o'sha bugun kechagi 13,5 ming so'm, 13,800 so'm aqsha olib tushgan. O'shadan hozir 6 ming so'mini qilib o'sha jebizga berib o'tamiz. Az bo'lsa da o'sha bir tekesini jarab qolsa, o'sha больницаga jatar ma'lumda darisini o'sha ham boshqa borib jatlatib o'zingizlar bilasizlar. Больницаga jatsan ham 20 ming 30 ming jo'nla kirib ketib qoladi. O'sha bejerimdan kechirim so'rab, o'sha az bo'lsa da o'sha ko'p ko'rni ko'rib qabul qo'yishni harakat so'rab qolamiz. Ana hurmatli jamoat, bu sizlarning naqshangizlar. O'sha alisda yurib, uzoqda yurib, kimdir Rossiyada, kimdir Koreyada, kimdir Qirg'izistonda yurib, 1 so'm, 2 so'm o'sha fisabilillah qilgan insonlar ertaga oxiratda o'zim foydasi tegayotgan, ota-onamga foydasi tegayotgan maqsad bilan qilgan insonlardan ular bugun shejaka o'ziga berib o'tasiz, xudo qalasa. Ejaka bu yaxshilik eslatsangiz 6 ming so'm maqsad kelsa qilaverasa, unda tasam o'zim duo olib kelib qo'yadi. O'sha qilganlarga bir duo tilab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Jahon tartib bo'lishcha. Rahmatjon, ömrüңөр uzun bolsun, ниетке sana kiyingер, kabul bolsun, bizge жардам берсеңер, Allah'ımızga жардам берсең. Rahmatjon. Amin, Allah razı olsun. Ardam yaxşılıqla işleşişke bakalım, mücülük versin. Allah.